Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammadiy birodarimizning savollaridan kelib chiqadigan yana bir savol: hozirda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlari mavjudmi? Avvalo Rasulullohning ahli baytlari degan iboraga yana bir murojaat qilamiz. Bu borada Sahih Muslimda kelgan mana bu hadis e'tiborga sazovor. Bu hadisda Husayn bin Sabra va Umar ibn Muslim ismli ulug' tobiinlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Zayd ibn Arqamning huzurlariga borishganlari va u kishining suhbatlarida bo'lib bir necha savollar so'raganlari, jumladan Rasulullohning ahli baytlari kimlar ekanlari xususida so'raganlari rivoyat qilinadi. Ana shunda Zayd ibn Arqam payg'ambar alayhissalomning ahli baytlari, u kishining ayollari ham ahli baytdan sananishlarini aytib yana davom etadilarki, "Walakin ahli baytihi man hurima as-sadaqata ba'dahu" deydilar. Ya'ni ahli baytlari u zotdan so'ng sadaqa olishlari harom bo'lgan insonlardir. Ular kimlar deb so'ralganda aytadilar: "Hum alu Ali va alu Aqil va alu Ja'far va alu Abbas" deydilar. Bular Alining oilasi, ya'ni Alining avlodlari, Aqil avlodlari, Ja'far avlodlari va Abbos avlodlaridir. Ya'ni ana shulardan keyin tarqalgan insonlar. Mana bularning barchalariga sadaqa olish harom qilingan deydilar. Endi bugungi kunda ham o'zlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlari deb yoki mana bu nomlari yuqorida zikr qilingan urug'lardan yo xonadonlardan tarqalgan insonlar deb hisoblashadigan bo'lsalar, agar ularning aytayotgan so'zlari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, isbot dalillarga ega bo'ladigan bo'lsa, bu e'tirof etiladi, qabul qilinadi. Ularning haqiqatan ham Rasululloh avlodlaridan yoki mana bu nomlari zikr qilingan insonlarning avlodlaridan ekanliklarini tasdiqlaydigan hujjatlar bo'lishi lozim. Ya'ni buni xalq tilida ham, ilmiy tilda ham shajara deb aytishadi. Ya'ni nasl nasabni tasdiqlaydigan shunday bir vasiqa, hujjat. Ya'ni kimning farzandi ekanligi bir-biriga bog'liq holda silsila tarzida davom etgan, bu hammasi zamonlar osha, asrlar osha tasdiqlanib kelgan hujjatlar bo'ladi. Har bir zamonda o'sha zamonning qozilari tomonidan tasdiqlangan, muhr urilgan yoki shunga imzo chekilgan, mana shu tarzda bu haqiqatan ham o'sha nasl nasab davom etayotganligi tasdiqlangan bo'ladi. Ana shunday hujjatlari, shunday vasiqalari mavjud bo'lgan insonlar va ular haqiqatan tekshirilgan, tasdiqlangan insonlar darhaqiqat ana shu ulug' zotlarning avlodlari deb e'tirof etiladi. Yana ulamolar aytishadiki, agar qo'llarida shunday hujjatlari bo'lmasa-da, lekin shaxslar tomonidan, mo'tabar shaxslar tomonidan tasdiqlanadigan bo'lsa, ya'ni o'shanday hujjatga ega bo'lgan insonlar tomonidan haqiqatan ham bular ham shunday falon avloddan kelayotgan insonlar deb ular tasdiqlashsa, ya'ni e'tiborli, ishonchli, taqvoli odamlar tomonidan iqror bo'ladigan bo'lsalar, tasdiqlanadigan bo'lsalar, bularni ham ana shu avlodlardan deb e'tirof etiladi. Ya'ni ashroflar yoki sayyidlar deb aytiladi. Bu endi hozirgi turkiy xalqlarda yoki o'zbeklarda shu eshon yoki xo'ja degan nom bilan tanilgan bo'ladilar. Agar ularning shunday hujjatlar mavjud bo'lsa yoki shunday biladigan ilmli olim odamlar tomonidan nasl nasab ilmlaridan yaxshi xabardor bo'lgan mutaxassislar tomonidan e'tirof etilsa, ularni ham payg'ambar avlodlari yoki o'sha Rasulullohning qarindoshlarining avlodlaridan deb e'tirof etilishi mumkin. Bu masalaning bir jihati, ikkinchi jihati esa bular shariatga amal qilayotgan, Rasulullohning sunnatlariga rioya qilayotgan taqvoli, pokiza insonlar bo'lishlari ham shart qilinadi. Ya'ni ularga nisbatan hurmat saqlanishi uchun
ular albatta o'zlarining ajdodlari, bobolari, nasl nasab jihatdan o'zlarining bobolari bo'lgan zot ulug' Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini davomchilari bo'lishlari, Rasululloh boshlagan da'vatni davom ettirishlari, o'sha yo'lda hammadan ko'ra oldinroq peshqadam bo'lishlari, barchaga ibrat bo'lishlari ulardan matlub va ular bunga loyiqdirlar. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlarini agar bu dunyoda hozirgi kunda demak mavjudlari bo'lsalar, bu ham bir ulug' fazilat, ulug' bir sharaf. Ana shu sharafni pokiza holda saqlab borishlarini muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.